Shu texnikani ishlatib, IELTS listeningdan ketma-ket 2 marta 9 oldim. Mening ismim Hojiakbar, 7 yillik tajribaga ega bo'lgan IELTS va multi-level instruktorman. Ushbu videoda siz bilan IELTS listeningdan 9 olishim yordam bergan 10 ta texnika bilan bo'lishmoqchiman. Nanalar odatda o'ta tajribali bo'ladi. Ko'p praktik qilavergandan ular chaqiruvchi omillarni va qaysi savollar qanday xillari borligini oldindan bashorat qila olishadi. Misol uchun, At first, I considered taking business studies, but then I thought accounting might be more useful. However, I finally decided to go with economics. buni 100 marta qaytargan bo'lsam ham hech charchamayman. Vocabulary ustida har doim ishlayman. Aynan part 3 va part 4 da akademik so'zlar ko'p bo'ladi. Ularning kamida 90% bilmas ekansiz, 8 yoki 9 ni xayolingizga ham keltirmang. Part 3 va part 4 da savollarni va variantlarni chuqur tushunib oling, kerak bo'lsa yodlab oling. Bunga sizga yetarlicha vaqt beriladi. Ko'pchilik listening qilayotgan paytda o'z bilmagan holda ham eshitadi va hamda savollarni va variantlarni o'qiydi. Odam miyasi ikkita vazifani bitta paytda bajara olmaydi. Kommentariyada listening so'zini qoldiring va men siz bilan qolgan 7 ta strategiyani bo'lishaman.